Alloh azza va jallaning manhaji komil, to'g'ri manhaj. Siz bilan bizni hayotimizda bor bo'lgan mushkulalarni hammasini chiroyli suratda hal qilib beradi. Qur'on va sunnatning hayotdagi yechimlarga, mushkulalarga qo'yayotgan yechimi shunday yechimki, bu yechimlarning ortidan побочный effekt bo'lmaydi. Побочный effekt nima? Doriga yozib qo'ygan. Побочный effekti deb turib zud deydi, allergiya deydi. Xullas, bu dori o'zi foyda, lekin ayrim joylar zarar qilishi mumkin. Masalan, palonchi komponenti yoqmasa qichishi mumkin badaningiz yoki istemingizni ko'tarishi mumkin. Odam bolasini hayotda bo'layotgan mushkulalarga qo'yayotgan yechimini побочный effekti albatta bo'ladi. Aytdik, mana ayrim mamlakatlarda odamning soni ko'payib ketyapti. Odamning soni ko'payib kelsa muammo bo'lib ketadi deb turib, odamning sonini qisqartirishlikka qaror qabul qilishdi. Bir dona bola bo'lsin oilada dedi. Endi bir dona bola bo'lish kerak bo'lsa, ota o'zini naslini davom etkarish uchun o'sha bitta bolasini o'g'il bo'lishini xohlaydi. Binobarin hamma o'g'il ko'raveradi. Qiz bo'lsa olib tashlaydi homiladorlik paytida. Qarabsizki, erkaklar ko'paydi. Nimaga hozayib ketdi? Ayollar zo'yib ketdi.